Abdullah Abdurrahim gerçi sanat mektebining aktyorlik kasbida o'qigan bo'lsa-mu, u bu bir izil to'xtab qolmasdan balki o'zining naqsh ijod talantini joriy qildirib, naqsh sohasida tezli bosib chiqishga boshladi. Bo'libmi u rol elishdagi mahoratidan tomoshabin do'stlarni rozi qilsa, yana bir tarafdan o'zining ajoyib liqinliq, lirik naqshlaridan yoshlar orasida belirli ta'sir paydo qildi. Tevanda Abdullahning ko'pchilikni o'zir taqdim qilgani yosh do'stlar intayin yoqtirib anglaydigan bo'libmi, mu'nglagan chaqlarimizda hammamizning bekarak anglag'imiz keladigan naqshimiz ayrilish. Yaman ayrılış, 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 aman ayrılış. Her bir derdin yana yaman ayrılış. Aman ayrılış, her bir derdin yana yaman ayrılış,
Ayrılış, ayrılış, aman ayrılış. Her bir dertin sene yaman ayrılış. Ayrılış, ayrılış, aman ayrılış. Her bir dertin sene yaman ayrılış.